Bugun studiyamizda mehmon genomika sohasida kompyuter dasturlash mutaxassis. Genomika sohasi hozir bizga yangilik. Hujayrani o'zi bitta tizimda Kislotalarni tartibini o'qiydi-da, agar shu bo'lsa, qaychi ishga tushib ketadi. Aqlli qaychi deyapsiz. Buni demak sizdagi dasturchilar yaratadimi buni programmasini? Molekulyar biologist deyiladi. Molecular biologist. Hammaga salom. Podkastimizni yangi epizodiga xush kelibsizlar. Bugun studiyamizda mehmon, bu kishi yaqin do'stim bo'ladilar. Undan tashqari genomika sohasida kompyuter dasturlash mutaxassis. Umuman ingliz tilida multifaceted individual deyishadi, ya'ni bu kishi ko'p sohalarga qiziqadi. Mana yaqinda o'rtoqlarimiz bilan o'tirganda bu kishi yana tilshunoslikka ham qiziqishini bilib oldim. Undan oldin boshqa sohalarni ham bilib oldim. Umuman olganda juda ham bir qiziqarli, ziyoli inson. Ulug'bek Boymurodov, xush kelibsiz. Rahmat, kattakon, To'lqin sizga, Sardor, Hasan mezbondorchilingiz uchun maqtovlarni ozroq bo'rttirayorar ekansiz. Shunchaki qiziqqonroqman. Lekin hech qaysi Endi bu maqtovlar shaxsan o'zimning nuqtai nazarimdan, balkim boshqalardan boshqa fikr bo'lishi mumkin. Shuning uchun shunaqa samimiyat bilan hammasini yoritdim va bu suhbatimiz davomida muxlislarimiz ham siz tajribangizni va umuman dunyo qarashingizni bir ko'proq o'zlari uchun ham ocha oladilar. Bundan tashqari biz bu formatda, ya'ni Sardor, Hasan, o'zim odatda har bir mavzuni chuqurroq o'rganib, bahslashib, qiziqarli yoritishga harakat qilamiz. Shuning uchun sizga qiziqarli bo'lgan mavzularni ham muhokama qilishga harakat qilamiz. Ulug'bek, o'zingiz haqingizda gapirib bersangiz, men Sardor bilan Hasanga umuman aytganimda siz haqingizda asosan shu siz genomikaga qiziqqaningizni aytganimda, ayniqsa Hasanning ko'zi yonib ketdi, chunki Hasanga bu mavzu juda ham qiziq. Hasan bilan o'zim o'tgan epizodlarimizda bu texnologiyaga, genomikaga va unga oid bo'lgan maxsus qandaydir yo'nalishlarda yangiliklar chiqqanda biz uni xursandchilik bilan yoritgan edik va siz haqingizda Hasan bilib olganda o'zlari ham xursand bo'ldi. Sardor ham xursand bo'ldilar, lekin unday ko'rsatmadi. Xursandman mana. Podkastingizni eshitib men ham hozir qiziqib ketdim. Men xursandman, chunki Hasan, sizni qiziqqanligingiz bu tabiiy deb o'ylayman, chunki umuman fanlar bo'yicha oladigan bo'lsak, bizani fanni chegaramiz bu tomonda cheklangan. Masalan, koinotga qarasak, necha million yillarga qara olamiz, kelayotgan nurlardan analiz qilib. Va ximiya, umumiy inson biologiyasi bo'yicha ko'p narsani bilganmizda, lekin mana shu genomika sohasi hozir bizga yangilik, yangi front. Bunday olib qarasa, har doim yangiliklar chiqyapti, ilmiy ishlar bizani inson tanasi haqida tushunchalarimizni o'zgartirib yuboryapti. Shuning uchun bu hamma uchun qiziq. Albatta, gapingizga qo'shilaman Ulug'bek. Tinglovchilarimiz uchun siz kimligingiz hali ham sir bo'lib qolyapti. Shuning uchun qayerdan o'zingizni qandaydir yo'lingiz haqida ishbilarmonlik sohasiga oid bo'lgan, akademik sohasiga oid bo'lgan o'zingizning tajribangiz haqida aytib bersangiz. AQShga birinchi borishim universitet bo'lmagan. Maktabda tajriba va madaniyat almashish dasturi Flex orqali 2002-2003 yillarda qatnashgandim. Va shundan keyin O'zbekistonga qaytib kelib, o'zimizning maktabni tugatib, keyin universitetlarga topshirib bu yerda omadim yurishmagan. O'sha vaqtda ko'p talanti baland, puli kam bolalarda omad yurishmas edi. Keyin shu bilan AQShga bu yerda maktabni tugatgandan keyin AQShda moliyaviy tomondan katta universitetlarga imkon yo'q edi, lekin community college degan shunaqa o'quv joylari bor. U yerda
o'qish qulayroq chetdan kelganlarga, chunki darslarni hajmi kichkinaroq, professorlar ko'proq e'tibor bera oladi studentlarga. Shunaqa qilib AQShga yana 1-2 yildan keyin qaytib ketgandim universitetga. Boshida faqat iqtisodga, biznesga qiziqqanim. Qaysi shaharda community college'ga bordingiz? Oregon shtatida. Oregon Oregon shtatini Portland Ontariyodagi. Yo'q, juda ham kichkinagina bir 5000-6000 kishi yashaydigan shaharda o'qiganman. Qoyil. Keyin odamlarga aytsangiz hech kim bilmas edi o'sha vaqtlarda. Ayniqsa Oregonni o'ziga xos jihatlarini inobatga olsangiz, chunki umuman Oregon bu juda ham konservativ shtat hisoblanadi. Portland biroz liberalroq. Shu uchun u yerda kichikroq shaharlarga borsangiz, hayot tarzi ham umuman katta shaharlarga qaraganda boshqacharoq. Albatta. Lekin shunaqa narsasi borki, kichkina shaharlarda odamlar bir-birini yaxshi taniydi. Yaxshi biladi, ko'chada ko'rib qolsa salomlashadi, muammolar bo'lsa yordam berib yuborishadi. Ko'rishgan vaqtda qalaysan, ahvoling yaxshimi, nima bo'lyapti, bunaqa. Uy quraman desa, ha, men tanishim bor, men bunaqa narsaga yordam beradigan. Vaqtlari ko'proqda gap sotib yurishadi. Shunaqa. O'zimizda qishloqlardagidek. Xuddi shunaqa. Shunaqa. Odamlar bir-biriga ilg'iroq kichkina shaharlarda. Menga shunisi yoqqan. Va xullas shu yerda community college'da ko'proq iqtisodiyot yo'nalishlarini o'rgandingiz. Iqtisodiyot, biznes, biznes boshlash, o'sha yoqda qiziqish bo'lgan boshida tadbirkorlik sohasiga. Keyinchalik ular 2 yillik universitet bo'lardi. 2 yildan keyin kattaroq joyga baribir perevod qilib o'tardingiz. Xo'sh, o'shanda omadim yurishib Stanford universitetiga kirib qolganman. Keyin Toshkentda urinib kira olmagan odam keyin Stanfordga kirib qoldi. Yaxshi. Keyin ularga shunisi yoqqan edi, kichkina grantlar yutgan edim alohida. Stanford universiteti shart emas, o'zimiz hammamiz to'laymiz hammasini. Demak, grant scholarshipga bergan. Shunda boshqa 100% tekinga o'qidingiz shunda. Shunaqa. Qaysi yo'nalishga kirdingiz? O'sha vaqtda iqtisod yo'nalishiga kirgandim. Iqtisod yo'nalishiga kirgandim. Shunaqa fikr bor ediki, iqtisodni bilsa, davlat yuritish, davlat rivojlantirish, mana shu sohalar qiziqtirardi. Demak, sizda community college'da baholaringiz juda ham a'lo edi. Bo'lmasa Stanfordga kirish ehtimoli pastroq bo'lardi. To'g'ri-ku, lekin Stanfordga topshiradigan hamma bolalarning balosi a'lo bo'ladi. U yoqda Stanford universitetining maqsadi qanaqadir bir muhitni yaratish kerak. Mana shu muhitda hamma sohadan, hamma qiziqishlardan kerak bo'lgan odamlar kerak. Masalan, eng yuqori baholarni oladigan bo'lsak, hamma matematiklar eng yuqori baholar bilan aniq fanu, aniq hamma masalani yechiradi. Hamma matematik bo'lib qolishi mumkin, to'g'rimi? Butun universitet. Lekin unaqa joy emas. U yerda hamma matematik bo'lishi kerak, fan sohasi bo'yicha, adabiyot sohasi bo'yicha, umuman hamma soha bo'yicha o'zini mutaxassislarini yig'ib oladi. Shunaqa bir balans bo'lishi kerak o'qish joyida. Demak, sizni iqtisodiyot bo'yicha mutaxassis qilib mo'ljallab olishgan. Shunaqa. Yaxshi. Shunaqa. Va iqtisodiyot keyin Stanfordda o'qib chiqqan, nafaqat bizda yaxshi o'qish kerak, balki o'qib chiqqandan keyin dunyoda qanaqa o'zgarishlar kiritadi. Yetakchilik qobiliyatlari bormi? Mana shunaqaga ham qarashadi. Shuning uchun hozir bolalarga maslahat beradigan bo'lsam, ko'plar topshirishdan oldin menga chiqishadi. Shunda maslahat beraman. Jamiyatingga qanaqa qilib foyda qilyapsan hozirgi kunda? Maktab vaqtingdayoq qanaqa qilib foydang tegyapti jamiyatingga? Shu haqda yoza olasanmi, shu haqda ko'rsata olasanmi? Boshlamagan bo'lsang ham mayli, hali 2-3 yil bor bitirishingga bir tashabbus bilan chiqqin. O'zingni ko'rsatgin. Demak, buni Amerikada extracurricular activities deyshadi, ya'ni o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, bu darslardan tashqari asosiy akademik faoliyatdan tashqari bo'lgan harakatlar va jamiyatga, o'zingizning kichik bir hamjamiyatingizga, mahallangizga yoki maktabingizga qaratilgan qandaydir harakatlar.
aynan sizni akademik dasturingizga kirmagan, ya'ni siz bajarishga majbur bo'lmagan harakatlar, o'zingizning tashabbusingizdan chiqib kelgan harakatlar. Shunaqa. Stanfordda o'qish juda ham ajoyib bo'lgan. Va agar bilsangizlar 70-80-yillarda Stanford har xil hukumat grantlari bilan texnologik yaratishlar o'zgarish boshlandi. Operativniy sistemalar chiqishni boshladi, kichkina kompyuter kompaniyalari chiqishni boshladi. O'sha vaqt masalan biladigan bo'lsak, Apple'da ko'p injenerlari ham, ertachi injenerlar ham Stanforddan kelgandi ko'plari. Xullas 90-2000-yillargacha Stanford o'zini bir qanaqadir texnologik, nafaqat texnologik markaz, balki texnologik tadbirkorlik markazi sifatida entrepreneurship, technology entrepreneurship deyiladi ingliz tilida, shu sifatida o'rgangandi. Iqtisod o'qiganimiz bilan ham baribir atrofimizda hamma programmistga qiziqsardi. O'sha vaqtda yo bo'lmasa har bitta kamida minimum bitta ikkita computer science programmistlikda dars olib qo'yishardi, qiziqib, nima ekan bu, hamma shu haqida gapiryapti deb. Shunga qiziqib bitirguncha bitirishdan oldin bolalar bilan, do'stlarim bilan kompaniya, texnologiya kompaniyasi yaratgan edik. Universitetda o'zida. Shunaqa urf bor edi bizada. Universitetga borib birovga ishlash, bitirgandan keyin birovga ishlashdan ko'ra, undan ko'ra kompaniya yaratgan ma'qulroq. O'zimiz ishlaganimiz ma'qulroq deb. Xo'p, qanaqa kompaniya edi? Nima sohasida? Kompaniyamiz hozir shunaqa qiziqarli sohaki hozir ham qaytib olib kelish niyatim bor-da. O'sha vaqtda bizlar bolalar uchun har xil teleseriallarni ko'rish. Ayniqsa test vaqtlari, ekzamen vaqtlari ko'rishardi, tinimsiz prokrastinatsiya, nima deydi, kechiktirish, o'qishni kechiktirishardi-da, shou ko'rishardi. Shunaqa dastur yaratgandik. Telefonda, kompyuterda hamma bo'layotgan internetni analiz qiladi-da, qaysilari produktiv bo'lmaganlarini to'playdi. Da keyin sizga ko'rsatadi. Keyin nafaqat siz bilasiz, qancha vaqtingizni siz sarflayapsiz bo'lmag'ur narsalarga. Hozirlarda Instagrammi, TikTokmi, Facebookmi, yana bilmadim bolalar nima ko'rishyapti hozir. Keyin bular endi o'sha TikTokni ko'rishmayapti mana. Bu ikki kishi. Biz hali ko'ra olamiz. Bugunda aytgancha blog bo'lyapti TikTok bugunda. Red Note degan chiqdi o'shani o'rniga endi. TikTok вообще bizga kelaylik, bizda erkinroq ishlamaydi. O'zbekistonga kelinglar. O'zbekistonda ham blog qilingan shekilli-ku. Bemalol. Endi men foydalanmayman, bilmayman. Mana foydalanmayman, so'rash kerak. Lekin ochiq bo'lish kerak. Bilib qoldik, foydalanmayman degan. Ya, menimcha O'zbekistonda ham blog qilingan Amerikada oldin, nima edi? Xullas. Endi biz Xitoyliklarni bizni poylashini xohlamaymiz-da. Mobil device'ingizda foydali yoki foydasiz toifalarga kiradigan ilovalarni tahlil qilib, Sardor tahlil qilib, ularni keyin har xil anaqaga bloklash yoki qandaydir sizga hisobot ko'rsatib vaqtni, qancha vaqt sarflaganingizni ko'rsatish. Qancha vaqt sarflashini ko'rsatamiz, lekin blok qilmaymiz. Blok qilmaymiz, chunki mana biznes modelimiz endi bo'ladi, tushuntirib beraman. Odamlar o'ziga o'zi garov qiladi. Pul garovga tikadi. Masalan, kelasi hafta har xil bo'lmag'ur saytlarga ketadigan vaqtim 3 soatdan oshsa, mana $20 tikaman. Agar vaqt o'tib ketsa $20 ni yo'qotaman. Lekin maqsadiga yetsa, ya'ni 3 soatdan kamroq ushlab tursa, $20 o'ziga qaytib keladi yana hisobiga, kartangizga qaytib tushadi. Bu iqtisodiy teoriyaga asoslangan, buni hyperbolic discounting deyiladi. Shunga asoslangan, bu ilm fanda isbotlangan va buni allaqachon boyagi diabet kasalligi bo'lib, qand kasalligi bo'lib, lekin baribir shirin pechenyelarni yeb qo'yadigan odamlar bo'ladi, to'g'rimi? Yo odamlar chekishni tashlashga juda ham harakat qiladi, juda ham xohlaydi, sog'ligi yomonligini biladi, lekin irodasi yetmaydi. Bunaqa o'ziga o'zi pul tikib garov qilib, insentiv berish
programmalari o'sha vaqtda ilmiy ishlardan o'tayotgan edi. Xullas shu ilovani boshladingiz. Aha, bu ilonni boshladik. Aha, Bu keyin- ilonni bozorga Bu o'zingiz founder bo'ldingizmi? Amerikada edi. Yo, bu Amerikada edi. o'zingiz boshlagan. o'zim o'zingiz boshlagan loyiha bu. Keyin biz bozorga chiqardik buni. Bozorga chiqardikda butun Stanford departamenti bizani nima deydi, ekonomistlar hurmat qilib, Chunki ekonomik teoriyadan ha, olingan narsani amalga oshirdingiz. shunaqa. Lekin bizani investorlarimiz Aha. tushunmaydi, hayron qolgan. Qiziq ideyami, qiziq emasmi deb tushunishmaydi. Chunki sizda pul qilishingiz aniq emas. Ehtimollik nazariyasiga bog'liq. Masalan, klient agar o'zining maqsadiga yeta olmasa, pul sizda qolyapti, to'g'rimi? Maqsadiga yetarsa pul qila olmaysiz. Birinchidan, ikkinchidan to masalan klientdan pul olasiz, yana qaytib kelguncha ko'plar bilmaydi. Uni orqasida o'zini kerakli xizmatlari bor, to'lashingiz kerak. O'rtada turadigan, Escrow. transaction fee deyshadi. O'sha vaqtda masalan $100 bo'ladigan bo'lsa, o'tib qaytadigan bo'lsa, biz $6 yo'qotayotgandik. Demak, moliyaviy tarafi ishlamadi. Moliyaviy tarafi ishlamadi. Yaxshi. Demak, xullas bu ilova o'xshamadi. Bu ilova o'xshamadi. Keyin tanish boshqalarda kompaniyalarga ketdik ishlash uchun, chunki nima deydi, to'lovimiz bor edi, kvartiraga, turadigan joyimizga, boshqasiga. Lekin mana shunaqa qilib texnologiya sohasiga kirib qoldik. Demak, bu ilova sizni birinchi tajribangiz bo'ldi. Bu startapga moliya olib kelganmidingiz yo bu Buni bootstrap qilgandik pul ko'targanmidinglar? O'sha vaqtda bootstrap qilingandi, keyin juda ham tadbirkorlik rivojlanib ketib, o'sha vaqtda investorlar oldin ideyalarga faqat pul tikishgan bo'lsa, angel investorlar, hozir bootstrap qilib nimadir ko'rsatish kerak edi. Ozroq traction, nima deydi, ya'ni odamlar qiziqib, hech bo'lmasa 50 ta, 60 ta bo'lsa ham olayotganini ko'rsatish kerak edi. Shuning uchun o'zimizni vaqtimiz, o'zimizni resurslarimizni tikib, o'zimiz dasturlashda yaxshiroq o'rganib, bozorga olib chiqqandik. Demak, shu tajriba davomida siz dasturlashni ham o'rgandingiz. Qandaydir darajagacha. Shunaqa. Keyin o'zingiz o'rgangansiz, demak, buni o'zim o'rgangandim. O'zim o'rgangandim, o'tirib kafelarda, kitoblarda o'qib, birim-birim. Xo'sh, keyin ishga vaqt kelib qoldi, ishga topshirish. O'shanda topshirgan vaqtim qilgan proyektlarni hammasini ko'rsatgandim. Shunaqa edi Amerikada. O'qish joyingiz, qayerda o'qiganingiz muhim emas. Kod yozishni bilsangiz bo'ldi. Shunaqa vaqtlar bo'layotgan edi, hatto birinchi, ikkinchi kursda o'qiydigan bolalarga ham o'sha vaqtda 2015-yillar, 2014-yillar $150,000, $180,000 berib olib ketib qolardi kompaniyalar. O'qishni bitirishga qoldirmasdan, imkoniyat qoldirmasdan yaxshi. Keyin shu birinchi ishim Amerikaning energiya departamentini superkompyuterlarni markazi bor edi. Superkompyuter. Kaliforniyaning o'zidami, Stanford atrofidami? Berkeley Universiteti. universitetiga qo'shib berilgan. U yoqda har xil yulduzlarni, yo'qsa koinotni supernovalari qanday bu tashkil bo'ladi, koinot qancha kengayapti, hammasini simulyatsiya qilishlarni o'rganishardi kompyuterda, superkompyuterlarda. 100 minglab CPU lari bo'ladi. Masalan, veb-sayt qiladigan bo'lsangiz, 3 ta 4 ta CPU bo'ladi-yu. O'zi bizda nima deydi? Sentralniy markaziy protsessor deysiz. Markaziy protsessor bo'ladigan bo'lsa, bu yoqda biz 100 minglab protsessorni gapiramiz. Mana shu uyda xonasida joyda kompyuterlar bo'ladi. Qoyil. Bular yillab, oylab ishlaydi bitta muammoni ustida. Simulyatsiya qilib. U paytlar hali bunaqa generativ AI imkoniyatlari bo'lmagan. Demak, bu simulyatsiyasi juda ham murakkab bo'lgan bo'lsa kerak. Shunaqa, lekin bunaqa simulyatsiyani ko'p hisoblash bo'lganligi uchun albatta bu grafik hisoblash markazi deyiladi, o'sha GPU deb ishlatamiz. AI da hozir rivojlanishiga olib kelgan GPU ni takomillashishi va uni keng ishlatilishi hozir AI ni qo'llab-quvvatlayapti. Albatta bu simulyatsiyada qanaqadir qismlari GPU da ishlanadi, lekin qanaqasidir qismlari markaziy protsessorga bog'liq. Xullas, mana shu yerda
2-3 yil tajriba oshib, keyin Stanfordga ish chiqib qoldi. O'zim biologiyaga qiziqqanim uchun Stanfordda shu genetika umuman bilmagan soham. Keyin aytdim, qanaqadir hayotimda bir yangi narsa o'rganishga tayyorman. Eski narsalarni orqada qoldirib bir qiziqarli tuyuldi. Xuddi o'rmonda yursangiz, hech kim yurmagan yo'ldan ketmoqchi bo'lib, shunaqa Demak, koinotni o'rganib, biologiyaga o'tib ketdingiz. shunaqa desa ham bo'ladi ozgina. Yaxshi. Zoom out qilib, keyin yana zoom in qilib oldim. Ulug'bek. Xo'p. Keyin mana shu Stanfordga ishga borganimda o'sha Stanfordda genetika departamentida AQSh hukumatini Human Genome Project deyiladi, inson genom loyihasini ikkinchi bosqichini olishgan ekan Stanford universiteti. Stanford universiteti. Endi bu inson genom loyihasi qisqacha aytganda ma'nosi nimada? Bu nima uchun yaratilgan? Insonni tanidagi hamma genlarni ensiklopediyasini yaratish. Hamma genlarni tanib, uni oddiyroq tushuntirganda, birinchi qavati genlar nimadan tarkib topgan. Buni bilmasdik oldin. Bu asosiy 5-yildami genomni butunlay decoding qilib bo'lgan jarayoniga taalluqlimi? Xuddi shunday. Bu 90-yillarda boshlangan. Ha, ya'ni inson genomini, kodini o'qib chiqish butunlay. Shunaqa. Bu o'sha jarayonni bir qismimi yo u jarayondan keyingi bir qandaydir loyihami? U jarayon o'zi tugab kelayotgan vaqti 80% o'tgandan keyin shunaqa deyishganu tugatadigan o'xshayotganmiz. Xo'sh, tugatdik ham deylik, lekin ularning funksiyasi nimadan iborat? To'g'rimi? Masalan, aytaylik, sizga bir bilmagan tilda kitob bersam, lotin tilida lotin harflari bilan o'qib ovoz chiqarasiz, to'g'rimi? Shunaqa. Lekin tushunmaysiz nima yozilganligini. Endi bizning maqsadimiz bo'ldi. Hamma harflari bor, genomikan harflari, u haqda gaplashsak bo'ladi. 4 ta harfdan tashkil topgan. Xo'sh, endi ularning vazifasi nima? Qaysi qismida? Bizning tanamizga qanday ta'sir qiladi? Tanamizning qaysi funksiyalarni amalga bajaradi? Shularning hammasini tushunib yetish vazifasi bor edi. Bu vazifa uchun ham alohida grant ajratilgan edi. Hukumat tarafidan bu millionlab dollar grantlar ajratilgandi va hamma universitetlarga o'zining vazifasi berib chiqilgan edi. Masalan, kimgadir RNA-seq deyiladi, expression, ya'ni o'zini genlar qanday ifoda qiladi. Bu vazifa berilgandi. Kimgadir mana bu joylarda qaysi joylarning geni ochiq, qaysi joylarning geni yopiq umuman. O'qisa bo'ladi, o'qisa bo'lmaydi. Buni accessibility deyiladi. Kelajakda accessibility degan so'zni ishlatamiz. Xullas, hammaga shunaqa vazifalar berilganda, bizning Stanford universitetimizda to'planardi hamma ma'lumotlar kelib, biz u ma'lumotlarni tozalab, ulardan xulosa chiqarib va butun dunyo bilan ulashardik. Maqsadimiz insoniyatni bilimini oshirish. Bu yo'q bo'lgan qorong'u joyga yorug'lik, chiroqlar o'rnatish. Tushunarli. Tushunish uchun. Tushunarli. Qoyil. Demak, Stanford universitetiga ishga kirib, siz shu inson genomi loyihasining ustidan ishlashni boshladingiz. Shunaqa. Vazifalaringiz nimalardan iborat edi? Vazifalari bizada ma'lumotlar ko'p bo'lganligi uchun bizada olimlar bo'lardi, bizada ma'lumotlarni tozalovchi insonlar bo'lardi va dasturlovchilar bo'lardi. Dasturlovchilarga har xil vazifa bo'lishi mumkin. Masalan, olimlar aytib, mana bunaqa artefaktlarni olish kerak desa, biza mana shu narsani ma'lumotlarni tozalash uchun programma yozardik. Lekin asosiy maqsadimiz portal yaratish. Portalda xohlagan odam mana shularni kelib, ma'lumotlarni bepul yuklab olishi mumkin. Demak, ommaga ochiq bo'lgan portal. Bu va ma'lumotlarning tozaligi, ma'lumotlarni har doim o'sha yoqda bo'lishi, millionlab bo'lgan fayllarni yo'qotmaslik, hammasini boshqara olish, hammasini. Demak, bu butun ma'lumot raqamli tarzda bo'lganligi uchun
bu yerda ko'p dasturchilik ishi talab qilingan. Ya'ni siz boya aytib o'tgan jarayonlardan datani tozalash. Bu ko'proq data engineeringga taalluqliga o'xshayapti. Hammasi birga kirib ketgan. Chunki genomika sohasi boshlangani vaqti big data edi. Hammasi data engineering, big data, data science hammasi shunaqa soha bo'lgan. Demak, asosan bu data kompyuter sanoatiga taalluqli bo'lgan yoki yo'nalishiga umuman bitta qandaydir toifaga kiritadigan bo'lsangiz, data asosan. Demak, dasturlash tili bu yerda ko'proq Python bilan R bo'lsa kerak. Asosiy Python bo'ladi. R bilan odamlar o'zini kichkina algoritmlarini, chunki olimlar R o'rgatiladi, o'zini kompyuterda hisoblab ko'radi. Va u ishlasa, keyin R dan Pythonga o'zgartiriladi. Xuddi shu algoritmlar Pythonda yoziladi. Chunki masalan Pythonni bilasizlar, Python bilan infrastruktura qursa bo'ladi. Python bilan veb-saytlarni qursa bo'ladi. Django framework bor masalan. Keyin PyTorch ishlatishadi AIga. Chunki ma'lumotlarni nima uchun ulashamiz odamlar bilan? Ma'lumotlarni odamlar yuklab olib, keyin o'zi AI, sun'iy intellekt qo'llab, o'zi model yaratib, qiziqarli savollar bilan so'rashi mumkin shu sun'iy intellektdan, o'zi qiziqqan narsalarni. Biz ularga aytmaymiz, mana bunaqa model yaratinglar deb. Biz hamma ma'lumotlarni taklif qilamiz. Ular o'zi xohlagancha olib, xohlagan joylardan olib, modellarni yaratib, shu bu narsani qo'llab-quvvatlash uchun fanni tili Python hisoblanadi. Tushundim. Sizni vazifangiz qanaqa edi? Siz aytib o'tgan jarayonlardan qaysi qismida ishtirok etgansiz? Aytib o'tilgan jarayondan hamma qismida ishtirok etganman. Masalan, kelayotgan ma'lumotlarda birinchi analiz qilinadi, oddiygina. Keyin kelayotgan ma'lumotlarda metadata yaratiladi. Metadata degani datani ustidagi data. Masalan, katta 100 gigabayt fayl bo'lishi mumkin. Uni ochsangiz tushunmaysiz ichini. Lekin fayl haqidagi ma'lumotlar alohida saqlanadi. Mana bu 100 gigabaytlik fayl mana shu kuni qilingan eksperimentdan qilingan. Yo bo'lmasa mana bunaqa Manshur laqabli chichqonni jigaridan olingan hujayra. Bu rak hujayrasi degan mana shunaqa ma'lumotlarni shu data bilan birga yurish kerak. Ularni data bazalarga saqlash, agar texnologiyaga qiziqadigan bo'lsak, biz asosan buni Postgresga saqlardik, bu datalarni. Lekin tez qidirib topish uchun search engine bor edi. Search engine uchun Elasticsearch ishlatardik. Xuddi Google. Demak, ko'proq Amazonning infrastrukturasini ishlatgandingiz. Bizning infrastrukturamiz o'sha vaqtda Amazonni ishlatgandik. Hozir bizning infrastrukturamizni shunaqa qilganmiz. Hammasi Docker konteynerlarda bo'lyapti. Demak, xohlagan bulutli texnologiyani ishlatsangiz bo'ladi. Shunaqa. Chunki maqsad shunday bo'lishi kerakki, bitta bir vendorga, bitta bir sotuvchiga bog'lanib qolmasligi kerak. Qoyil. Demak, shu jarayonlarda ishtirok etdingiz va umuman olganda shu Stanford universitetiga berilgan vazifalar bajarildimi? Hukumat shu katta genom, inson genom loyihasiga taalluqli bo'lgan. Albatta bu bajarilgan. Nature'da masalan bizning katta bir jurnalda bu chop etilgan bizning ishimiz. Va bu biz hozir bu proyektni olib qaraydigan bo'lsak, umuman genomika sohasi bo'yicha parallelda birinchi xaritasini tuzib chiqdik, insonning genomikasini. Ikkinchisi tushunishga harakat qildik. Funksiyasi nima? Vazifalari nima mana shu genlarni? Endi hozirgi shunaqa boshqa proyektlar, bu proyektlar hammasi yopilyapti-da. Bu ma'lumotlar hamma uchun-da, lekin keyingi berilayotgan pullar mana shu har bitta hujayralar bir-biridan qanday farq qiladi? Nafaqat jigarning hujayrasi, yurak hujayrasidan genlarni qaysi joylari yopiq, qaysi joylari ochiq, qaysi genlar aktiv jigarda, qaysi genlar aktiv yurakda. Oldin bunaqa savollar bo'lgan bo'lsa, hozir bitta jigarning o'zida har bitta hujayrani tushunmoqchimiz. Tashqaridagi hujayralarda qanaqa funksiyalar bo'lyapti, ichkaridagi hujayralarda qanaqa funksiyalar bo'lyapti. Jigarda ichidagi bo'ladigan kapillyar qon tomirlari
qanaqa o'zgarishlar bo'lyapti. Mana shularni tushunishga harakat qilinyapti-da hozir. Tushundim. Endi qarang, tinglovchilarimizga bu ma'lumot tushunarliroq bo'lishi uchun keling shu genetikaga biroz chuqurroq tushunchalarni beraylik. Genetikaga oid bo'lgan, mana siz hujayralar haqida gapirdingiz. Demak, har bitta hujayrani ichida ayrim genlar mavjud va bu genlar hujayrani qanday harakat qilishini o'ziga harakat qilish haqida ma'lumotni o'ziga qoplagan. Xuddi shunday. Shu genetika va gen nimaligini hozir siz juda ham yaxshi misol ko'rsatdingiz. Bu aytaylik jigar. Mana jigar qanday ishlashi va hammamizda endi ko'pimizda xabar bor bo'lishi mumkin. Jigarni bir qismini kesib qo'ysangiz, o'sib qolar ekan. Bu boshqa organlarga qaraganda noyob qandaydir funksiya. Va bu xususiyati tabiiyki genning ichida yozilgan kod sifatida. Shu jarayon qanday ishlashini tinglovchilarimizga qandaydir umumiy tarzda tushuntirib bersangiz, keyingi chuqurroq mavzularga ketishimizdan oldin. Yaxshi. Bu inson genomi, inson genlarini to'plami. Xo'sh, insonning genomi 4 ta aminokislotadan tashkil topgan. A, C, G, T. ACGT. Mana shu 4 ta aminokislota ketma-ket keladi bir-biridan, o'rni almashib. O'qimoqchi bo'lsangiz, xuddi kitobda ochsangiz, faqat 4 ta harfdan tashkil topgan gaplarni o'qishingiz mumkin. Lekin mana shu ketma-ketlik tartibi o'zida qanaqadir ma'nosi bor. Xo'sh, endi qarang, mana jigarni inobatga oldik. Jigarning ichida jigarni misol uchun oldik. Jigarning ichida hujayralar bor. Hujayrani ichida bu aminokislotalar bor. hujayrani atrofida saytoplazm deyiladi. Sitoplazma bor. Keyin hujayrani ichida yadro bor. Xo'sh, yadroni ichida bo'ladigan hamma genlar 3 milliard aminokislota aytaylik, 23 ta xromosomaga bo'lib tashkil qiladi mana shu yadroni ichida. Har bitta hujayramizning ichidagi yadroning ma'lumotlari bir-biri bilan bir xil. Hech qanaqa farqi yo'q. Terimizdagi, jigarimizdagi hammasida tasavvur qiling, har mana shu kichkina bir hujayrada butun tanamizda qayta tashkil qilish kerak bo'lgan ma'lumotlar mavjud. Bu degani, agar texnologiya bo'lsa, sizni soch tolangiz yo hujayrangizdan olib, men sizni qayta tiklashim mumkin. Chunki mana shu ma'lumot bor o'sha hujayra. To'g'ri. Demak, qarang, hujayraning ichida yadro bor, yadroning ichida hamma shu genga oid bo'lgan hamma ma'lumotlar yozilgan, xuddi koddek. To'g'rimi? Lekin bu biologik qandaydir nima deydi, elementlar. Buni siz gapirganingizda, agar biologik element bo'lishini inobatga olmasak, bu xuddi kompyuter haqida gapirgandek bo'layapsiz. Kod bu. Kod, to'g'ri, kod yozilgan ichida, ya'ni o'sha kesilgan jigar qanday joyga o'sishi bu yerda yozilgan. Hamma muayyan instruksiyalari yozilgan. Xuddi shunday. Keyin aytaylik, qo'l kesilsa, yara qanday o'zini joyini topib, qon qanday to'xtashi, ya'ni butunlay hamma jarayonlar qanday yuzaga kelishi, hamma kodi yozilgan. Xuddi shunday. O'sha genetik kodda. Endi bu ma'lumotni yoritmoqchi edim ko'p tinglovchilarimiz uchun, nimaga endi bu genetika muhimligini. Endi genetika tushundik, xo'p, insonning tanasi qanday ishlashi. Lekin hozir insoniyatda eng muhim turgan bosqich bu kasalliklarni davolash. Ayrim kasalliklarni biz an'anaviy dori vositalar bilan davolasak bo'ladi. Aytaylik, qandaydir bakteriya bo'lsa, bakteriyalarga biz antibiotiklarni ishlatamiz. Lekin aytaylik, saraton kasalligiga hali beri bunaqa yuqori darajali dorilar hali ishlab chiqarilmadi. Ayrim saraton kasalliklariga bor, lekin umuman olganda bu ko'proq genetik kasallik, aynan hujayradan noto'g'ri, ya'ni hujayrada emas, DNK bo'linishidan noto'g'ri bo'lgan jarayonlar tufayli bu yuzaga kelgan holat va bu
ko'proq buni mexanikasini tahlil qilsangiz, bu ko'proq genetika sohasiga oid bo'lgandek bo'layapti. Hammasi genetika sohasiga asoslangan. Ha. Umuman saraton kasalligi, rak kasalligi haqida ozroq gaplashadigan bo'lsak, aytaylik, oshxonada qo'lingizni kesib qo'ydingiz. To'g'rimi? Qo'lingizni kesib qo'ydingiz, keyin kesilgan joy tiklanadi-da, ozgina chandiq bo'lgandek bo'ladi. Keyin chandiq ketadi-da, hujayralar hammasi o'sib bo'lgandan keyin bo'ldi. O'sha joy tep-tekis bo'lib ketadi. Bo'lgan barmoq izlaringiz ham o'z joyida qoladi. Lekin o'sib ketavermaydi, to'g'rimi? Qanchadir kelib yetarli darajaga o'sib bo'lgandan keyin ular o'z-o'zini boshqarib to'xtaydi o'sishdan. Bizning tanamizda ham tiklanayotgan hamma narsa mana shu genomda bo'ladigan ko'rsatmalarga qarab, o'sha kodlarga qarab, qachon to'xtashni biladi. Masalan, jigar o'sib to'xtaydi, o'sib ketavermaydi o'zidan o'zi, to'g'rimi? Kesilgan jigar o'sib shakliga borib keyin to'xtaydi. Xo'sh, bu saraton kasalligi har xil hujayralarda bo'ladigan mana shu o'zini boshqarishni buzilishi. Bu chetdan tushgan virus emas, yo bir o'simta emas, odamlar aytishadi. Bu o'zimizning hujayralarimiz mana shu o'sib to'xtatib turish regulyatsiyasini buzilishi. Buni buzilishi har xil o'ylash mumkin. Yo gen buzilgan bo'lishi mumkin, o'zini gen regulyatsiyasi buzilgan bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa bizning immunitetimiz buzilgan bo'lishi mumkin. Bizning immunitetimiz ham mana shunaqa buziliq bo'lgan proseslarni bilish kerakda, kelib to'g'rilash kerak. Masalan, qanaqadir hujayra noto'g'ri yaratib qo'yilgan bo'lsa, immunitetimiz uni tanishish kerakda, uni yo'q qilish kerak, tozalash kerak. Xuddi virusni, bakteriyani tozalaganda organizmni tozalash kerak o'sha hujayrani. Sog'lom hujayralar qolishi kerak. Shuning uchun bularni hamma prosesslari, kimning vazifasi nima ekanligi bu genetika sohasida mavjud. Demak, shu inson gen loyihasi, inson genom loyihasi bu butun hujayralarni, butunlay genomini tahlil qilib, ma'lumotini ochib, dunyodagi olimlarga bu ma'lumotni tahlil uchun va bu ma'lumot asosida qandaydir yangi yechimlar, yangi dori vositalari yoki yangi davolash jarayonlarini yaratish uchun ochilgan. Shunaqami? Shunaqa. Xo'p, endi bu loyiha deyarli tugagan. Hozirgi paytda asosiy maqsadlarni tushuntirishga boshladingiz. Demak, Stanford universiteti qandaydir shu loyiha asosiga ma'lumotni olib, qo'shimcha qandaydir vazifalarni bajarish yo'lida. Hozir siz shu jarayonda ishtirok etyapsiz? Hozir faqat Stanford universiteti bilan emas, hozir bu sohani o'rganib bo'lgandan keyin mutaxassis bo'lib chiqqanman. Erkin tarzda ishlovchi freelancer deyiladi. Shu soha bo'yicha o'zimning klientlarim bor. Ular klientlarim universitetlardan tashkil topgan, mana shunaqa ilmiy ishlar qilinayotgan va bu sohada mana shu genomikadan e'lon qilingan bilimlarga asoslanib yangi dorivorlar, yangi davolash usullarini ishlab chiqarayotgan biotexnologiya kompaniyalari bilan ishlayman. Tushundim. Hozir umumiy qandaydir shu genom yoki bu sohani qanday atasak bo'ladi? Genomikami? Genomika desa bo'ladi. Genomika sohasidagi asosiy bosqichlarni aytib o'tadigan bo'lsak, bu shu human, ya'ni inson genomini dekodlash, ya'ni kodini o'qib chiqib, buni ochish. Bu asosiy, menimcha, eng muhim bosqichlardan biri. Buni bitirib bo'lganmiz. Bitirib bo'lgan. Endi men bu yerda o'zim uchun bir qandaydir nima deydi, rus tilida shpargalka deyishadi, o'shani qo'ydim. Keyin qarang, bu yerda keyingi bosqich bu NGS, Next Generation Sequencing, ya'ni keyingi nima deydi, keyingi avlod, yangi avlod sekvensiyasi, bu ya'ni sequencing degani tinglovchilarimiz uchun ketma-ketlik, ya'ni genomni o'zini qandaydir jihati bor, ya'ni bu o'zini o'zi kopiya qilib ketma-ketlik qandaydir jarayon. Ketma-ketlik deb asosan sizga 4 ta harf dedim-ku. Ha. Mana shu 4 ta harfni ketma-ketligini aytishadi. O'shani o'qib chiqish.
tushundim. Va bu jarayon sekvensiya deyiladi yoki sequencing ingliz tilida. Xullas 2005-yilda bu yangi next generation sequencing kashf etilgan va bu sequencing texnikasi butunlay genomni o'qish va u bilan manipulyatsiya qilish, inson gen manipulyatsiya qilish jarayonni qisqartirdi, ya'ni samaraliroq yo'llarini ochdi. Keyingi bosqich 2008-yilda 1000 genom proyekti ishni boshlagan ekan. Menimcha bu nomlar qandaydir o'ziga xos maxsus nomlarni ishlab chiqarishadi, lekin menimcha siz aytib o'tgan loyihaga bog'liq. Chunki bu yerda ana inson genetik variantlarini katalogini tuzish loyihasi ekan 1000 ta. Undan keyin mana yaqinda 2015-yilda UK da bunga o'xshash proyekt chiqqan, 100,000 genom proyekt degan ekan. Bu yerda ko'proq kamdan kam uchratadigan kasalliklarni, asosan saraton yoki immunodefitsit qandaydir kasalliklarini, toifasiga kiradigan kasalliklarni o'rganish va ularni qandaydir muayyan toifalarga kiritib tahlil qilish. Ularning orasida juda ham muhim kashfiyot yuzaga keldi. Bu CRISPR-Cas9 degan gene editing, ya'ni genni tahrirlash usuli ishlab chiqarilgan. Menimcha bu olimlar bu ishi uchun Nobel premiyasini olgan, agar adashmayotgan bo'lsam. Jennifer Doudna. 2 ta olim bo'lgan. U kishini prezentatsiyasida bo'lganman men shaxsan. Xullas, shu kashfiyot yuzaga kelgan. Bu haqida bir narsa aytib bera olasizmi? Chunki menimcha bu juda ham muhim bosqich. Bu butunlay genom bilan ishlash qandaydir katta muhim ishlarni yo'lida bu juda ham muhim bosqich. Shu haqida gapirib bersangiz. Bundan oldin variantni tushuntirib o'tsam, odatda variant mutatsiyani bir xilga ishlatishadi. Men sizga aytdim-ku, hamma hujayrangizda bir xil ma'lumot bor deb. Menikida ham bor. Bizning ma'lumotimiz bir-birimizga 99.9% dan oshiq bir xil. Hop. Mana shu 3 milliardta ichida. Ketma-ketlik. Ko'z hujayralarni qilish, jigar hujayralarni qilish, hammasi bir xil instruksiya. Hammaga jigar kerak, hammasi bir xil xullas. Lekin qanaqadir joylarida variant deyiladi. Biz bir-birimizdan farq qilamiz. Mana shu farqlovchi mutatsiyalar. Bu mutatsiyalar bizdan o'tib kelgan bo'lishi mumkin avloddan avlodga. Yo'qsa bu mutatsiyalar tanamizda paydo bo'layotgan bo'lishi mumkin. Bu mutatsiyalar bizdan bir-birimizdan qanday farq qilishimiz, bo'yimiz, xullas hamma biologik xususiyatlarimizda o'zini ko'rsatadi. Bu demak, lekin bu bor yo'g'i 0.2% demoqchimisiz farqimiz? Ha, juda ham. Shunday. To есть hamma inson, mana 8 milliard inson bo'lsa 99 necha deysiz? 98.2% mi qancha? 99.9 dan oshig'i bir xilmiz. Wow. Mana shunga bitta shu kontekst 1% dan kami, demak, variantlar. Da, mana shu mavzuda bitta kontekst berib kelsaydi va buni oddiy odamlarga qanchalik ahamiyatini ham bir aytib o'tib kelsaydi. Masalan, o'zi insonning tanasini olsangiz, masalan, koinotda qanaqa qonunlar bor mavjud. U muqarrar bir qanaqadir tizim ostida ishlaydi. Inson tanasi ham shunaqa muqarrar va aniq tizim ostida ishlaydi. Buni misol uchun bakalavr o'qigan paytim mobaynida biologiya va kimyo fanlarini o'qiganman-da. Boshlang'ich kurslar bo'lganiga qaramasdan shunaqa detallar bergan, shunaqa eksperimentlar o'tkazganmiz. Haqiqiy hayvonlarning tanasini olib, mikroskopda ko'rib, hujayralarni olib, ichini ochib ko'rganmiz, ichak-chovoqlarni hammasini titib ko'rib chiqqanmiz-da. Bu juda qiziq bo'lgan va men uchun ham masalan, hayotda nimadir tushunib yetasiz, shunaqa moment bo'lganda, inson tanasi ham xuddi bir zavodga o'xshaydi ekanda. Zavodda misol uchun aynan bir tizim ostida ishlaydi-yu, insonning tanasi ham xuddi shunaqa tizim ostida ishlar ekanda. Endi aytmoqchi bo'lganim juda katta mavzu. Masalan, koinotga solishtirdim. Ya'ni u yerda ham qanaqadir fizikadagi yoki kimiyadagi
qonunlar ishlaydi va inson organizmi o'zi ham bitta olam demoqchiman. Koinotdagi bitta olam. Nimaga? Chunki masalan tanani olsangiz ham 30 trilliondan ortiq hujayradan iborat ekan. O'rtacha inson tanasi 30 trilliondan hujayradan iborat ekan. O'sha aytmoqchi bo'lganim, bakalavr paytida shu kurslar olganman, o'rganganmiz, eksperimentlar o'tkazganmiz, mana nima derdi? Mayda mikroskoplarda har xil moddalarni ko'rganmizda va bir marta darsligimizga bir professor mehmon bo'lib borganmiz, ya'ni nimaga? Qaysi universitet dedik hozir? Berkeleymi? Berkeleyga biz mehmon bo'lib borganmiz va darsligimizga kutilmagan mehmon kelgan. Ya'ni o'sha Jennifer Doudna bo'lgan. Bitta kursida o'tirganman va o'sha CRISPR-Cas9 haqida bizga gapirib berganida wow deganman. Bu haqida o'zi aynan genomika joyiga kelgan edik va o'sha mavzuni ochgan juda qiziq bo'lganda menga. Keyin shunaqa menda analogiya kelgan, masalan Interstellar kinosini ko'rganmiz-ku, bilamiz o'tda wormhole degan narsa bor. Wormhole'da topib olishadi-da. Bu haqiqatan ham fizikada bor teoriya, ya'ni wormhole'da bo'lishi mumkin degan teoriya bor va shunga asosiy plot ham masalan bu kinoda o'shanga asoslangan. Ya'ni o'sha tuyni topib oladi va boshqa galaktikaga yo'l topishadi. Bu juda katta ingliz tilida aytganda discovery, ya'ni topilma. Xuddi shu singari CRISPR ham shunaqa bir topilma, ya'ni u qanaqadir bir texnologiya deb atashadi, biotexnologiya. Aslida bu tabiatda uchraydigan narsa, shunchaki bir ikkita birikmalar orqali hosil qilar ekanda. Mana Ulug'bek aka bu narsani yaxshi biladi. Prosta bu narsani men ochmoqchi bo'lganim, odamlar misol uchun genetika haqida gapirganda yuzaki tushunchaga ega. Shuni masalan chuqurroq deduktiv yondashib turib, mana o'tgan safar chip mavzusini ochganda biz yaxshiroq tushundik-ku. Mana CPU-larni, undan keyin nimani gaplashdik? GPU. Nimalarni? EUV texnologiya, DUV texnologiyani o'shandan keyin bizda tasavvur paydo bo'ldi. Qanchalik bu mukammal texnologiya haqida-da. CRISPR ham shunaqangi mukammalda. Masalan, oddiy qilib aytadigan bo'lsak, hamma atomni nimaligini biladi. Ya'ni eng kichkina birlik, to'g'rimi? Undan keyin element keladi. Element degani ya'ni bitta atom, bir xil atomni birlashmasi, bir nechtasi, mingtasi. Undan keyin molekula keladi. Molekula elementlarning birlashmasi, to'g'rimi? Undan keyin makromolekulalar keladi. Yana ham mukammalroq. Undan keyin organella, ya'ni hujayraning ichidagi organellalar bor. Undan keyin hujayra, ya'ni hujayraning o'zi bitta tizim. O'ylab qarasangiz, hujayraning o'zi bitta tizimda, o'sha tizimlar birlashib turib butun boshli organizmni tashkil qiladi. Organlar keyin organizm. To есть hujayra to'qimadan keyin organ, organdan keyin organ tizimi va organizm, ya'ni biz inson. Ya'ni buni o'ylab qarasangiz, skanerda qarasangiz odamni bitta katta tizimimizda, masalan ertalab yotib turamiz, ovqat yeymiz, boshqa qilamiz, lekin butun boshli zavod ishlayapti, fabrika ishlayapti-da. Bitta inson bitta fabrikada. Shunisi men uchun juda ham qiziq va yana ham chuqurlab kiradigan bo'lsak, kontekst berib ketaman. Ulug'bek agar birorta joyda noto'g'ri bo'lsa tushuntirsangiz bo'ladi. DNKni oladigan bo'lsangiz, DNK nima degani? Ya'ni hujayrani ichida yadro bor. Yadroning tashqarida nima deydi? Sitoplazma deydimi? Nima derdi? Suyuqlik bor. Ya'ni ichida o'rtasida nima bor? Nima deydi? Yadro bor. Ya'ni yadroning ichida xromosomalar bor. Xromosoma degani u DNKlarning nimasi? Birlashmasi. DNKlarning mana helix deydi. Ya'ni bitta ip bo'ladi, yana bitta ip bo'ladi. O'sha iplar bundoq bog'lanib, spiral ravishda bog'langan bo'ladi. O'sha nimani tashkil qiladi? Xromosomani tashkil qiladi, to'g'rimi? Mana hozir harflar deyapmiz. Harflar mana nima degani o'zi? Harf emas u. U nomlar-da. U nomlar nima? Aminokislotalar 4 ta. Nukleotidlar-da. Nukleotidlar degani nima degani? Nukleotidlar degani bular molekula. Ya'ni qaysi biz darajada gapirayotganimiz bo'ladi, atom darajasidami, hujayra darajasidami? Ya'ni biz hozir bu yerda molekula darajasida gapiryapmiz. Ya'ni birinchi atom, keyin element, keyin molekula kelyapti, to'g'rimi? Bular molekula. Ya'ni 3 xil molekula bir-biri tarkibida ozgina har xil elementlarning hisobiga farq qiladi. Va ular 4 ta. Bor yo'g'i 4 ta. Hamma hayvonlarni olasizmi, hamma o'simliklarni olasizmi, baliqlarni olasizmi va hattoki nima deydi, bakteriyalar bitta hujayralarni olsangiz ham ichida baribir xromosoma bor, yadro bor, xromosoma bor, yadro bor, xromosoma bor. Hattoki organellar bo'lmasligi mumkin, lekin yadro, xromosoma bor. Bu nima degani? Bu ya'ni o'sha DNK insonni yozish, insonni yaratishdagi miyasi.
Misol uchun kompyuterni miyasi bo'ladi-yu, xuddi shunga insonni yaratib shu zavodda bo'lsa, zavodning miyasi o'sha hisoblanadi-da. Xullas chuqurlashib ketdik. Umuman olganda, ya'ni nukleotidlar haqida gapiramiz. Harflar bilan nukleotidlar, ya'ni xromosomalarning ichida joylashgan. Ular ya'ni nima? Adenin, sitozin, guanin va timin. Ularga nom berilgan. Endi mana CRISPRga kirib ketadigan bo'lsak, CRISPRni ichini ochadigan bo'lsangiz, bu nimadan iborat? CRISPR o'zi mavjud narsa bo'lgan. Buni 1980 CRISPR bu demak jarayon. To'g'rimi, Hasan? Yo'q, CRISPR jarayon emas. Hozir mana shuni chuqurroq kiraylik-da. Bundan hozir aytaman sizga. 1987-yilda Yaponiyada olimlar tomonidan CRISPR degan narsa aniqlangan. Bu yerda CRISPR Cas9 emas, faqat CRISPR haqida gap ketyapti. CRISPR bu ketma-ketlik. Ya'ni bakteriyalardagi o'sha xromosomasida DNKsini ichidagi ketma-ketlik bor. U nimaga muhim? Chunki u immunitet tizimi, hattoki bakteriyaning ham immunitet tizimi bo'ladi, viruslar bilan kurashish uchun. O'sha narsa topilgan. Cas9 ni oladigan bo'lsangiz, bu o'sha nima deymiz buni? Fermentning nomi. Ferment nima degani? Ferment bu nima deymiz? Oqsil. Ferment bu aslida oqsil, ya'ni protein siz-ku. Aslida ferment. Lekin ferment boshqacha oqsil. Qanaqa? Hujayradan yadrosini ichidan RNA'larni oladi. RNA mana double helix dedim-ku. Double helix degani ikkita spiral, bitta tarafini oladi. Tushunasizmi? O'shani bitta tarafini qirqib oladi-da, o'sha enzim, inglizlar aytgan enzim, ya'ni ferment. Fermentni olib hujayraning ichidan olib chiqib ketadi-da, kerakli joyda tanasiga olib ketadi va o'sha kod orqali siz oqsilingizni yasaydi. Yoki masalan aytibdi, Ulug'bek ham masalan jigarni kerak bo'lsa o'zini hujayralari bor. Hujayralarini yaratish uchun ma'lum kod kerak. Tushunasizmi? Har bitta organizm, har bitta to'qimasini o'zini kodi bor-da. Ya'ni o'sha kodlar o'sha xromosomaning ichida joylashgan. Xromosomalarning soni bitta nimaning ichida, nima deymiz? Bitta hujayraning ichida 46 ta bo'ladi. Ya'ni 23 ta umumiy olganda 46 ta bo'ladi-da. O'shalarni tashiydi. Endi tushunyapsizmi bog'liqligini? CRISPR o'zi nima? Cas9 hujayra. Ya'ni CRISPRni ichiga joylashtirishgan bular Jennifer Doudna. Nima deydi? Ferment ichiga joylashtirgan, u ferment orqali olib chiqib ketadi o'zi bilan. O'sha kodni olib borib turib, keyin u qaychi vazifasini bajaradi. Ya'ni o'sha joyini kesadi, topadi, kesadi va o'sha kerakli nima deydi? Ma'lumotni kiritib qo'yadi. Ya'ni deduktiv yondashadigan bo'lsak, mana shunaqa. Ya'ni tasavvurga ega bo'lsa yaxshi-da, masalan, nimadir bilan solishtirib, nimagadir solishtirib tushuntirsak tushunmasligi mumkin, lekin agar nima deydi, mexanistik tushuntiradigan bo'lsak, xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni bu juda ham mukammal jarayon. Xuddi nimaga o'xshaydi? Zavodga o'xshaydi-da. Zavodda bunday narsalar yuradi-yu. Har xil. Endi fact checking qilamiz. Ulug'bek aka, tavba torttiramiz hammasi. Endi mana Ulug'bek aka professor sifatida gapimni to'g'rilasin. Buni to'g'ri aytibdilar, texnik jihatdan. Keyin men ko'p odamlar bilan suhbat qilaman-da. Keyin o'zim metaforalar yaratishga harakat qilaman. Bir yaratgan metaforani aytib beradigan bo'lsam sizlarga, buni CRISPRda aqlli qaychi. Aqlli qaychi bo'lgan bakteriya virusga qarshi o'ylab topgan uni. Boyagi bakteriyaning ko'zi yo'q-ku. Boyagi shunaqa bir RNA, guide RNA deyiladi. Boyagi notanish bo'lgan kislotalarni tartibini o'qiydi-da. Agar shu bo'lsa, qaychi ishga tushib ketadi. Virusda DNKsini kesib tashlaydi. Virusda DNKsini o'qiydi, notanish. Demak, bu DNK bo'linib ketish emas, o'zini kopiyasini qilish jarayoni to'xtab qoladi. Keyin virusda anosi kodi buzilgandan keyin, ikki qismga buzilgandan keyin yarata olmaydi o'zini qaytib. Chunki virusning asosiy xususiyati o'zidan o'zini kopiya qilib tarqalish. Kopiyasini ko'paytirish. Uni olib qarasa, bizning genlarimiz ham shuni xohlaydi. Xuddi shunaqa. Muhofaza doimiy tarzda bizni genlarimiz, ya'ni DNKmiz doimiy tarzda bo'linib turibdi. Har bitta hujayraning ichida doimiy bo'linish, ya'ni kopiya qilish jarayoni amalga oshirilyapti. Xullas, unday olib qaraganda ko'zsiz, lekin qo'l bilan sezib ko'rib kesadigan aqlli qaychi.
Ajoyib analogiya bo'ldi. Endi biz buni bakteriyada aniqladik. Endi odamlarda qanday foydasi bor? Umuman men teoretik foydalarini aytib o'taman va hozirgi amaliyotda bo'lgan foydasini aytaman. Teoretik mana shu qiziqdi, chunki men eshitolmanda, bu hop and so what degan savol tug'iladi odamlarda. Bu qanaqa foyda? Ha, biz ko'proq nazariyaga berilib ketdik. Boya sizlarga aytdim, variant deb aytdim, mutatsiyalar. Qaysidir bizani farq qilamiz, lekin qaysilaridir bizani funksiyalarimizni buzadi. Jigar hujayralari bir yaxshi bo'lmaydi, yo yurak hujayralari yaxshi bo'lmaydi, zaif bo'lib qolishi mumkin yurak. Yo bo'lmasa nerv hujayralari yaxshi bo'lmasdan epilepsiya bo'lishi mumkin. Qanaqadir mutatsiyalar bo'lishi mumkin-da, xullas. Zararli bo'lgan. Yo bo'lmasa muskullarimiz yaxshi rivojlanmasligi mumkin. Tug'ma mutatsiyadan. Bu aqlli qaychi nima qilishi mumkin? Aqlli qaychi bu teoretik holat. Mana shu noma'qul bo'lgan mutatsiyani kesib tashlashi mumkin. Shunday keladida DNKmizda bunday uzun bo'lib helix deb aytdingiz, ikkita uzun bo'ladi. Mana shu bo'lgan yomon mutatsiya joyini shunday chap tomonidan, shunday o'ng tomonidan kesadida, ikkita tomonni yana qayta ulab qo'yadi. Buni siz to'xtang, mana siz mana dasturchiman dedingiz. To'xtang, mana siz hozir to'xtang. Hozir kesib. Tasni olib kelaman, shunday kesib shu qaychida. Yo, mana siz dasturchisiz-ku, shu narsa mana shu logikasi. Bu qanaqadir mana aqlli qaychi deyapsiz. Buni demak sizdagi dasturchilar yaratadimi buni programmasini? Aqlli bo'lishi Bizga bu qanaqadir sun'iy intellektmi, bu nima bu? Yo'q. Buni tushunib olganimizdan keyin biza guide RNA deydi-yu, boyagi ko'r bo'lgan, lekin ushlab ko'rib sezadigan. Men bu ushlab ko'rib sezib qaychini aktivlashtiradigan sxemasini buni molekulyar biologist deyiladi. Molecular biologist. Bular uni boyagi bitta aytilgandek aminokislotalarni bir-biriga qo'yib yarata oladi ular. Chunki aminokislotalarning tartibi shunday. Menimcha Sardorning savoli aynan amaliyotga yaqinroq. Mana siz dasturchi sifatida o'tirasiz. Nima ish qilasiz? Xo'p. Qanaqa funksiyani yozishingiz kerak yoki qanaqa obyektni yozishingiz kerak? Aqlli qaychini yaratmaysizmi? Demak, teoretik CRISPR-Cas9 teoretik yomon narsani olib tashlash mumkin, yo bo'lmasa yaxshi narsa qo'yish mumkin. Masalan, aql geni bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Mana shu menga kelasizda normalniy bo'lgan genni olib tashlab, aqlli genni qo'yish mumkin, aqlli bo'lib ketishi mumkin to'lqin, masalan. O'zidan o'zi aqlli bo'lib ketsalar, masalan, kelasi yil. Juda ham o'rinli narsa Siz qaychini bergan bo'lasiz. Aqlli qaychini. Shunaqa genni buni insertion deyiladi, experiment deyiladi. Bu teoretik olingan, lekin bizada hozir asosiy CRISPR-ga ilm fanda ishlaydiganlar bu ilm fanni kengaytiradigan qurol sifatida qarashadi. Qanday? Mutatsiyalarni tushunmaymiz, genda regionlarini tushunmaymiz hammasini. Lekin eksperiment qilamiz. Mana bu regionni tushunmaymiz, mana bu regionni topib kesadigan qaychi deymizda, boyagi hujayralarga kiritamiz o'sha suyuqlikda. Keladida hujayralarning hammasini o'sha joyga kesib tashlaydi. Demak, o'sha suyuqlikda kerakli kesadigan qandaydir aqlli qaychilar bor. Aqlli qaychilar. Bu aqlli qaychilar qanaqa shaklda? Qandaydir hujayralarning ichidagi qandaydir virusmi, bakteriyami bu nima o'zi? Bu aqlli qaychilar nechtadir aminokislotalarni ketma-ketligi xullas. Bu aminokislotalarni o'zi ham aminokislotadan tashkil kimyoviy reaksiya orqali qandaydir tartibga solishadimi? Qanday qilib tartibga solishadi? Chunki meni taassurotimda bu suyuqlik. Qandaydir suyuqlik, kichik bir miqdorda suyuqlik. Uni ketma-ketligini qanday qilib kontrol qilishadi? Tabiatda aminokislotalarimizni bir-biriga yaqin qo'ysangiz, masalan, o'ziga o'zi yopishadigan xususiyati bor. Xo'p. Fizika, ximiyaga asoslanib, uni elementlariga qarab. Ketma-ket shuni o'ziga qo'ysangiz, tashkil topadi. Keyin uzun bo'lib qo'shilib boraveradi-yu. Keyin yana bitta uni strukturali xususiyati deyiladi. Buni mana shuni ketma-ket qo'ygandan keyin har doim qanaqadir bir shaklga kirishadi ular. Xo'p. Xuddi mana shu tartibda qo'ysangiz bir-biri bilan. Keyin xuddi
bir prujinani cho'zib qo'yarsangiz ham yana prujina baribir o'sha joyiga qaytadi. Ha, shunday qilasizda xuddi o'zi qanaqadir shaklga kiradi. O'sha qaychi deb shuni aytyapman. Faqat mana shu kesadigan shaklga kiradi ular. Sezadigan va kesadigan shaklga kiradi. Molekulyar biologiya esa faqat mana shu ketma-ketligini qo'yib chiqsa bo'ldi. Demak, shu aytaylik moddani aralashtirishadi, aytaylik qandaydir biologik organizm bilan. O'sha hujayraga kirish uchun, hujayra bilan kontakt qilish Bu uchun. shunchaki kichkinaki hujayrani kiritilgandan keyin boyagi nukleus deyiladi, yadro bo'ladi. Yadroni ichiga ham kirib bora olib, o'sha DNKni ma'lumotlari kodlariga to'g'ridan to'g'ri kodni yo kesadi, yo kesgandan keyin yana kod kiritadi. Yo bo'lmasa kesib o'sha joyini olib yana ulaydi. Tushundim. Endi nima uchun buni knockout eksperiment deyiladi, ya'ni yiqitib tashlash. Ko'p joylarni tushunmagan joyimizni hozir knockout qilamiz, kesib tashlayapmizda, kesib tashlangandan keyin hujayra qanday o'zini Qanday deduktiv usuliga yaqinroq mana boya Hasan aytib o'tgandek. xuddi shunday, xuddi nima deydi, mashinani tushunmaysiz-ku, lekin benzin solmasdan yurgizib qo'yamiz, qanday yuradi. Yo bo'lmasa suv yoki dizel qo'yasiz, yoki dizel qo'yasiz. Yo bo'lmasa suv qo'ymasdan yuritib ko'rasiz. Ozgina yuradi, buzilib qoladi. Demak bilamiz, suv mana bu funksiyani bajarar ekan deb, to'g'rimi? Buni knockout eksperiment deyiladi. Bitta har bir regionni olib tashlab tushunib yetamiz Bu vazifasini. eksperimentlarni Stanfordda baholari yomon bo'lgan studentlarning ustidan test qilishadimi yo qanaqa? Qanday ishlaydi? Hozir insonda to'g'ridan to'g'ri agar kasallik va mana shu davolashga majburiyat bo'lmasa, bu eksperimentni insonda qilishga hozir memorandum qo'yilgan. Bunga butun dunyoning olimlari kelishib bunga hozircha Taqiqlashgan, lekin xitoylik, menimcha u o'sha xitoylik olimdan keyin yo undan oldin bo'lgan, lekin eng munozarali voqea bu xabaringiz bo'lsa, xitoylik olim ikkita egizakka shu CRISPR-Cas9 texnologiya orqali o'sha davolash deyladimi yoki qandaydir moddani kiritib, bu qizlar kelgusida OIV virusini olmasligi uchun, ya'ni u virus bu qizlarga tarqatmasligi uchun qandaydir DNKsini o'zgartirgan bu qizlarnikini. Va bu haqiqatan ham ishlagan, lekin bu katta munozarali ish bo'lib, menimcha u olimni 3 yilga qamashdi. Nimaga yomon tarafi bor? Mana to'xtang, endi bu chunki bu tanqid qilingan, speed to'g'risida, speed emas, VICH to'g'risida. Bu tanqid qilingan narsa, ya'ni mana boya Ulug'bek aytgandek, olimlar dunyosida inson ustidan eksperiment qilish mumkin emas hozircha. Yo'q, bu eksperiment emas, agar ishlaydigan bo'lsa nimaga bu eksperiment bo'ladi? Ishlaydigan deb hali ishlamaydi. Ishlaydigani clinical triallardan o'tgan narsa ishlaydigan hisoblanadi. Bu hali hozir o'tkazilyaptimi, xullas? Yo'q, o'tkazilmagan, u qizlarda eksperiment qilgan. CRISPR-Cas9 o'sha qaychi dedik-ku, ya'ni oqsildi ichidagi RNKli qaychi, to'g'rimi? U qaychini xohlagan narsangiz qilsangiz bo'ladi. Masalan, insonning har xil xususiyatlari bor, to'g'rimi? Ko'zini rangi, qoshi yoki bo'lmasam umuman tana tuzilishi, gen mutatsiya, modifikatsiyami bu, to'g'rimi? Gen modifikatsiya. Mutatsiya degani o'zi nima degani? Mutatsiya degani mutate degani, ya'ni o'sha genning o'zgarishi, tashqi omil asosida o'zgarishi mutatsiya. Bu ya'ni evolyutsiyaning eng muhim nimaga yomon bu? Nimaga axloqiy nazardan olib yomonligini aytib bera olaman. Birinchi o'tkazilganda. Ulug'bek, yomonligini birinchisi bitta joyini o'zgartirib butun sistemani o'zgartirib bo'lmaydi. Masalanda. Bunga boshqa joylarga bog'liq tomonlari bor, ham to'liq tushunib yetmaganmiz. Xuddi bu nima deydi, butun qasr qurilgan bo'lsa, tasavvur qiling, bitta ingichka kelib, bilmagan joydan g'ishtlarni o'zgartiryapsiz. Butun qasr qulab tushishi mumkin, to'g'rimi? Bir-biriga bog'liq. Demak, bu dastlabki eksperiment qilinmagan deganimi? Tushunmagan narsani qilgan insonga. Endi tasavvur qiling, agar qizlar tug'ilib katta bo'lgan, hozir hayot ularni shaxsi himoyalanadi. Lekin u narsa ularni kasallikka moyil qilsa-chi? To'g'rimi? Haqqoniy emas u, adolatdan emas. Biz hali bilmaymiz deydi, to'g'rimi? Hali bilmaymiz. O'zidan o'zi
buni fanda mad Tushundim. scientist deyiladi. Demak bu Aha. etikni emas, odamni eksperiment qilish deb anundan соображениyadan bu narsa zapret qilingan, to'g'rimi? Ha, birinchidan, yana buni boshqa tomonlari, endi u qizlar boshqalar bilan hayot qurib davom etadi hayotida, to'g'rimi? Bu o'zgartirilgan gen butun insoniyatda tarqalishi mumkin. Endi keyingi avlodlarga tarqalib ketadi. keyingi avlodlarga qarang, tarqalishi mumkin. Tushundim, opasnostini, xavfini tushundim. Endi qarang, lekin bunda katta potensial bor deb deyapmiz. Davol qilish, mana shu vichni, boshqa narsalarni predatvrachать qilish, bu katta narsa-ku, misol uchun. Shu соображенияda qachondir o'zi bu narsaga mana faqat yaxshi yo'lda ishlatishga kelamizmi o'zi? Uni agar eksperiment qilmasak qanaqa kelamiz bu narsaga demoqchiman. Yaxshi yo'lda ishlatishga uni qadamlari bor. Ko'p kasalliklar, davolanishlarni shunaqa qilamizda. Mana aytaylik, o'zidan o'zi qilaversa, odamlar mana shunaqa genlarni ishlataversa, bizani oddiy shamollashda ham o'ladigan qilib qo'yishi mumkin-da, mana shunaqa genlar. Chunki bilmaymiz. Hali side effektlarini bilmaymiz demak. Ha, shuning uchun uni etapma-etap qilinadi. Masalan, sizlarga Hozir qilinmoqdami bu narsa demak hozir? Qilinmoqda. CRISPR-Cas9ni ko'rligida hamma turi emas, bir xil turini aniq eslolmayman. Buni FDA o'zini roziligini berib, anaqa ommaviy tarzda hozir bu davolanish yo'lga qo'yilgan. Ya'ni gen ko'rlikdan qutqarish bir turini ko'rlik texnologiyani ishlatib. Demak, o'sha bitta kasallikni yechdik. Davolash. Ha, bu demak o'sha bitta kasallik. Demak, bu kasallik bitta emas, hozir aytib o'tamiz. Sardor, bitta kasallik, ya'ni bu kasallik nima deydi? Avloddan avlodga o'tadigan narsa. Ya'ni ota-onasida bu kasallik bo'lsa, farzandiga o'tib ketadigan kasallik. Buni davosini aynan gen modifikatsiya usuli orqali ommaga tarqatilgan bu dori vositasi va bu dori vositasi FDA orqali qabul qilingan va tasdiqlangan. Bunun bilan birgalikda yana ikkita dori o'tgan 5 yil ichida aynan gen modifikatsiya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan dori shu FDA bilan qabul qilinib ommaga tarqatilgan. Hozir bu shu tibbiyot professionallari orqali bemorlarni davolashyapti. Vaqt oladi deganda, to'g'rimi? Bu umuman olganda uzoq jarayon. Masalan, bu narsaga mukammal bu yangi jarayon boshlandi-da. Ya'ni meditsinada, biologiyada yangi jarayon boshlandi. Bu va jamoatchilik tomonidan nazorat qilish kerak, davlat tomonidan nazorat qilish kerak. Bu degani umuman taqiqlab qo'yish kerak degani emas. Masalan, atom yadro nimasi texnologiyasi bor, to'g'rimi? Bu ham misol uchun nazorat qilinadi-yu. Xuddi shu singari bu ham nazorat qilinishi shart, chunki axloqiy nuqtai nazardan demak, mana yaxshi analogiya qildingiz atom bilan. Demak, atom energiyasini olsak bo'ladi. Yoki undan bomba ham yasasak bo'ladi. Xuddi shu singari. Bu CRISPR-Cas ham shunaqa bo'lishi mumkin demak. Teoriya bo'yicha shunaqangi qudratga egaki, undan mutantlar yashashingiz mumkin. Kerak bo'lsa, masalan, insonlar bilan hayvonlarni birlashtirib turib, endi bu teoriyada hali hech kim yaratmagan, lekin teoriyada. Lekin shunaqa gaplar bor ekan, yer osti laboratoriyalarida bu narsalar hozirda o'tkazilyapti ekan. Endi ular nazorat qilinmoqda demak. Eksperiment qilinish boshlangan ekan. Kino bor, X-Men ko'rgansiz? X-Men kinoni ko'rganmisiz? Mutantlar chiqadi-yu, o'shani. Endi mana e'tibor bering, 2016 bilan 15 bilan 24-yillar orasida aynan mutatsiya genetika bo'yicha kinolar Gollivud ishlab chiqarishni boshladi. Bular nimadan ilhomlandi? Aynan CRISPR-Cas9 texnologiyasi shunchalik katta salohiyatga egaki, ulardan ilhomlanib shu narsalarga kelishdi-da. Bu narsalar hozir mana kinolarda ko'rayotgan narsalarimiz reallikka aylanib borishi mumkin. Tushunasizmi? Ya'ni mutantlar yaratish mumkin. Mutant degani maxluq emas. Masalan, inson 5 qo'lli bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam aytaylik, juda ham kuchli ayiqning qudrati bo'lishi mumkin sizning kuchingizda, lekin aqlingiz 5 barobar aqlliroq bo'lishingiz mumkin-da, salohiyatingiz. Endi ya'ni bu insonni building block deydi. Ya'ni g'ishtlarini расшифровка qilyapsiz. Ya'ni insonning tuzilishini расшифровка qilyapsiz. Ya'ni o'tirib turib kimdir kod yozganda buni, tabiat tomonidan yozilgan kodni biz unga yo'l kalit topib oldik, tushunasizmi? CRISPR-Cas9 bu insonni qanaqa shaklda yaralishi, aqli, umuman insonning umuman yaralishi borligini o'sha kod yozadi. Ya'ni xromosomalar yozadi. Har bitta hujayrada bor. Demak, shu 30 trillionta hujayra bo'lsa, har bitta hujayrangiz ichida
o'sha bir xil xromosomalar bor. Misol uchunda tanangizni mana shu joyini qirqib olsangiz ham yoki tukingizni olsangiz ham har bitta, ya'ni yoki bo'lmasam suyagingizni olsangiz ham o'shani ichini ochib qarasangiz mikroskopda sizni ya'ni hujayralaringiz bo'ladi. Hujayrangiz ichida ya'ni bir xil xromosoma, ya'ni bir xil kod, ya'ni Sardorning kodi bor, meni kodim bor, yoki Ulug'bek akani kodi bor, nimani To'lqin akani kodi bor. Hammaning kodi o'ziga yarasha kodi bor. Tushunyapsizmi? Buni potensialini o'ylasangiz, man birinchi marta tushuntirganinglarda tushunmagan ekanman. Endi mana tushunyapman-da. To есть demak, bu bilan biz вообще yangi eraga kiryapmiz degani. Nimalar bo'lishi mumkin? Mana agar pozitiv tarafdan qaraydigan bo'lsak, mana best case scenario, worst case scenario qaraydigan bo'lsak, nima bo'lishi mumkin? Agar cheki yo'q. Mana AIni tahlil qilganimizda cheki yo'q dedik. Bu narsada ham meni nazarimda cheki yo'q. Misol uchun Ulug'bek ham tasdiqlashi mumkin. Qarang, hozir biz Ulug'bek aka aytib o'tgandek, bitta xulosaga keldik. Ya'ni hozircha bu juda ham xavfli narsa gen terapiyasi. Chunki bitta narsani o'zgartiraman yoki davolayman desangiz, siz umuman inson tanasida boshqa yuzaga keladigan holatlarni bilmaysiz. Lekin bizda hozir Sardor qanaqa texnologiya oxirgi 2 yil ichida rivojlanib ketyapti? sun'iy intellekt. Yashang, sun'iy intellekt. Lekin biz sun'iy intellekt yordamida mana hozir o'tgan bir necha yil davomida AlphaFold, endi aniq sanani bilmayman-u, hozir qarasak ham bo'ladi. AlphaFold haqida gapirmoqchi edim. Tak. Bu haqda hozir mana 2022-yilda Google'ning jamoasi AlphaFold jamoasi orqali yoki produkti orqali bu proteinlarni buklanishi jarayoni bo'ladimi? Bu haqida gapirib bersangiz ham bo'lardi. Aha. Mana AlphaFold biza kodlarni aytdik. Kodlar tuziladi, to'g'rimi? Kodlar ko'chiriladi DNKdan. Keyin uzun qilib ko'chiriladi. Ko'chirilgandan keyin oxirida ular qanaqadir strukturaga aylanadi. Xuddi narvonni tasavvur qiling, har bitta narvon uzun bo'lgandan keyin, tugatib olingandan keyin bir qanaqadir buklanib, yangi shakl qiladi. Enzim badanimizdagi bo'lgan Ferment. CRISPR'ni kesadigan qaychisi, keyin organizmingizda proseslarni boshlaydigan yo proseslarni tugatadigan, masalan, terlashni boshlaganimizda qanaqadir proteinlar tashkil kelib signal beradi, boshlaylar deb. Bular hammasi o'zini bir unikalniy shakli bor. Mana shu shakl jarayonida, shakl bilan kelib qanaqadir prosesni boshlanadi, xuddi kalitga o'xshab, qulfga o'xshab. Bir-biriga mana shunaqa qilib ta'sir qila oladi. Endi mana yana ham oydinlik kiritib ketsakda, mana bir narsaga, mana inson tanasini oladigan bo'lsangiz, 60% bu suvdan tashkil topgan. Ya'ni H2O, ya'ni H2O deyiladi, to'g'rimi? Protein, ya'ni oqsil deymiz. Ya'ni muskullaringizni kachasi qilganingizda, ya'ni oqsil, ya'ni muskulda yig'adi suv. Bu narsa 16%. Lipid bor, ya'ni nima? Yog'. Tanangizdagi yog'lar. Bu ham 16%. Manda sal ko'paydi menimcha. Endi har xil farqi bo'lishi mumkin, lekin umuman olganda e'tibor bering, protein bilan yog' 32% ni tashkil qilyapti. 60% suv. Qolgan narsalar masalan nucleic acid deyiladi. Ya'ni DNK, ya'ni xromosomalarni oladigan bo'lsangiz, ular misol uchun 1-2%. Ya'ni xromosomalar butun tanangizda 1-2%. Lekin butun boshli tanangizni sizni nima deydi, yaratilishingizga kodlarni shu beradi. Shu narsa beradi. Endi bu yerda nima demoqchiman? Masalan, qarang, bitta hujayra bo'lsa, siz hujayralardan tashkil topgan bo'lsangiz, bu yerda building block nimadan tashkil topgan? Ya'ni CRISPR, ya'ni bakteriya nimadan olingan? Bakteriyadan olingan. Bakteriyani bu immunitet tizimini shakllantiradigan narsa. To'g'rimi? Uni oladi. Yana guide RNA deydi. Inson, masalan, siz xohlagan kodni kiritasiz, CRISPRni kiritasiz, uni nimaga qo'yasiz? Oqsilga qo'yasiz. Oqsil bu tanangizning ichki qismi 16%. O'sha oqsil, biz aytayotgan oqsil noyob oqsil, ya'ni enzim deyiladi, ferment o'zbek tilida. Ya'ni o'sha fermentlar tashiydi. Mana bitta nima? Hujayra, yana bitta hujayra, yana bitta hujayra, yana bitta hujayra, to'g'rimi? Mashinaning ichida yadrosidan olib chiqadi kodni, siz o'zingiz kodingizni kiritasiz, u kodni o'sha oqsil boradi,
xromosomangizga kiradi va qaychida qirqib joylashtirib qo'yadi. Ya'ni sizni building blockingiz o'zgaryapti. Xuddi kompyuterda mana siz veb-saytlar yasatsiz, bir ikkita kodini o'zgartirsangiz boshqa narsa bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi shu singari-da. Endi tasavvur qiling, siz bitta veb-saytsiz, siz Facebooksiz. Keyin boshqa bitta odam keldida sizni kodingizni o'zgartirdi. Siz Instagramni qilib qo'ydi, Facebookda. Xuddi shunaqa narsa. Shunda proses qanaqa bo'layotgan? Endi qarang, mana agar yana amaliyotga qaytadigan bo'lsak, realniy mana hayotda nima bo'lyapti? Aytaylik, ertaga mana farzand ko'rmoqchisizda, nimadir qilsa bo'ladimi yoki bu даже o'zi ko'rib bo'lganingizdan keyin qanaqa realniy hozir bugungi hayotda nima wow effektlar bor. Mana anuni kitobini o'qigan bo'lsanglar, Yuval Hararining Homo Deus kitobida yozilgan-ku, kelajakda bolalarni kompyuterda dizayn qila oladigan bo'lamiz deydi, tam kuchini tanlaydigan bo'lamiz. Shunda social classlarni anusi yana ham oshib ketadi, chunki boy odamlar bolalari yana ham kuchliroq, aqlliroq bo'lib ketadi, chunki bu texnologiya qimmat bo'ladi degan. Bu hozirgi kunda realni qilsa bo'ladigan narsami yo hali vaqt bormi bu narsagacha, Ulug'bek? Bunga hali vaqt bor, chunki hammasini tushunib yetganimiz yo'q, qaysiga endi nima qilishini. Mana bu AlphaFoldga keladigan bo'lsak, kichkina qismlarida genomikani rivojlanish bo'lyapti. AlphaFoldning vazifasi mana shu koddan o'qib chiqilib, kopiya qilinadi-da, keyin boshqa joylarga yuboriladi. Bu kelib tuzilib mukammal bir protein shaklga keladi. Buni oldin bilmasdik. AlphaFoldning vazifasi, agar mana shunaqa kod beradigan bo'lsam, mana shu genomik nima deydi, butun genomdan mana shu qismini o'qiganda, mana shu qismidan protein qilinsa, qanaqa shaklda bo'ladi? To'g'rimi? Nimaga muhim bu shakl? Chunki bu shakl yo kasallikka olib kelishi mumkin, yo kasallikni oldini olishi mumkin. Demak, AlphaFold simulyatsiya orqali bu jarayonlarni test qilib ko'rsatadi sizga. Hozirgi paytda simulyatsiya va sun'iy intellektdan oldin siz hammasini eksperiment qilishingiz kerak edi. Eksperiment qilish jarayonida bu yerda vaqt ketar edi. Qandaydir eksperiment subyektlari kerak edi sizga. Inson tanasida eksperiment qila olmaysiz. Avval aytaylik hayvonlarda qilishingiz kerak yoki oddiy hujayralarda qilishingiz kerak. Demak, yillab vaqt ketishi mumkin edi. Hozir esa bu simulyatsiya orqali aynan insonning hujayralariga, inson proteinlari kombinatsiyalari qanday bo'lishini simulyatsiya qilib, sizga natijani yuqori ehtimol bilan aytishi mumkin, juda ham yuqori ehtimol bilan. Va siz demak dorilarni, yangi dori vositalarini ishlab chiqarish jarayoningiz tezlashib ketadi yoki qandaydir davolash yo'lini topishingiz bo'ladi. Topsangiz bo'ladi, aynan bu aytaylik saraton kasalligi yoki immunodefitsit kasallik bo'ladimi. Xullas bu kashfiyotlarni va ixtirolar shu genomika jarayonidagi ixtirolarni tezlashtiryapti. Bu degani hozir sizning savolingizga qaytadigan bo'lsak, Sardor, bu degani kelayotgan bir aytaylik 5-10 yil ichida shu endi ingliz tilida aytishadi design babies konseptiga yaqinlashib kelishimiz ehtimoli juda ham yuqori. Ya'ni qancha kutiydi farzand tug'ilgan o'sha design baby. Sizga hozir hisoblab aytamiz. Demak, farzand tug'ilganda kelajakda u farzand aytaylik aqlliroq qilish yo'li bor. U farzand aytaylik ota-onasiga o'sha terapiyani aytaylik o'sha moddani kiritib va ota-onasi farzand ko'rganda, demak buni hamma reproduktiv hujayralariga kirib ketadi-da va farzandga ham tarqalib ketishi mumkin. Demak, farzandni tegmaysiz ham, hech qanaqa injection qilmaysiz, ota-onasiga qilasizda va hamma farzandlar aqlli bo'lishi mumkin. Bu endi nazariy holatda, lekin amaliy holatda hozir aytaylik kimnidir oilasida ayollarda masalan ko'krak rakini aniq bilamiz. Shunaqa genlarda to'plami bor. Agar shu to'dalanib qolsa, ko'krak raki bo'lishi 90% dan oshgan. Kutib o'tirmaydi-da ko'plar. Buni nima tug'ilishdan oldin bilsa bo'ladi demoqchimisiz yo? Aytmoqchi bo'lganim, bu tug'ilib bo'lgandan keyin bilsa bo'ladi. Lekin mana bu hozir designer baby deganda embriyo paydo bo'lgan vaqti boshida embriyo bitta hujayra bo'ladi. Ota-onadan xromosomalar birlashib, gene recombination bo'ladida, o'zi shuni o'qisa bo'ladi. Buni o'qisa bo'ladida, mana shu gen bormi, yo'qmi shu yoqda. O'sha vaqtda mana shu
rak olib keladigan genni olsa bo'ladi, bitta hujayradan. tahrir qilib. Tug'ilishdan Keyin oldin. qaytib hali embrion rivojlanishdan oldin, Wow. Mana o'zimiz ekma deyishadimi? Ektirishadimi? Shunaqa texnologiya borki, IVF nima deyishadi? In vitro Fertilization. Tushundim. Bu O'zi- narsani gaplashgandik bitta epizodda. O'zbekchada ektirish deyiladi. Mana shu ektirishdan oldin bilish mumkin. Eko deyishadi. Eko deyishadi. O'shandan oldin bilsa bo'ladi, qani qaysi anolarga yomon mutatsiyalar tushib qolgan. Hozirgi kunda bu texnologiya dostupni уже. Hozirgi kunda qissa bo'ladi buni. Uncha teoriya ham emas bu. Va bu yo'l bilan butun avlodlardan boyagi o'sha ko'krak rakiga moyilligini olib tashlash mumkin. Shunaqa avlodlar bor, masalan, Amerikada, boshqa joylarda hamma ayollar 40 ga bormasdan olamdan o'tadi. Mana shunaqa kasalliklar bo'yicha. Shunaqa avlodlar borda. Men shunaqa tasavvur qiling, bunaqa texnologiya bilan butun avlodni tozalash. Nimaga bu narsa unda mainstream bo'lmadi haligacha Ulbek? Yangi bo'lgani uchun endi rivojlanayotgani uchunmi? Birinchidan risklar ko'p. FDAni qo'llab-quvvatlashdan o'tish kerak, Tesladan. Hali o'tmagan. Hali aniq bilmayman buni o'tganmi, o'tmaganligini va buni texnologiyasi juda qimmat turadi. Sug'urtalar bilan qoplamaydi. Bu hozir mana Sardorga yana ham qiziqroq bo'lish uchun yaqqol misollar bor ekan. Misol uchun mollarda va cho'chqalarda muskulini kattaroq qilish uchun ishlatilibdi va u amalga oshgan ekan. Yoki bo'lmasam sichqonlarni tana rangi o'zgargan, pushtiga o'zgartirgan. Buni internetda ham qarasangiz, ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni sichqonlar o'zi odatda kulrang bo'ladi, lekin pushti rang yaratgan. Sizga yaqqol nima deydi misollarda. Yoki bo'lmasam nimalarda immunitetini yaxshilash o'sha narsada ishlatilgan ekan va mana baliqda tezroq o'sish nimasi nima deymiz, xususiyati kiritilgan ekan va salmon bilamiz, salmon o'zbekchasi esimdan chiqib qoldi. Ular salmon balig'ini tezroq katta bo'lish nimasini kodini kiritishgan shu orqali. Mana yaqqol misol. Undan ham tashqari tasavvur qiling, Qizilgi kitobga kiritilgan bir necha 100 xil hayvonlar bor. Ularni saqlab qolishda ham balkim ishlatilishi mumkin. Bu ham ehtimoldan xoli emasda. Dinozavrlarni yaratishchi Hasan. Endi uni Ulug'bekka javob beradi. Chuqur. Demak, shu design baby konseptiga yaqin bu realniy bo'ladigan narsa Ulug'bek. Bu men kutolmadim desam. Sardorga aniq javob kerak. Bu bo'ladimi? Farzand qachon ko'raylik biz? Bir yilga qancha pul ishlaysiz? Menga ayting, sizga realnimi yo'qmi shuni ayta olaman. Sizga Zuckerbergni yo Steve Jobsni DNKsi kerakmi? Kimni DNKsi kerak? Nima bitta planim bor, ko'rsaman keyin sizlarga. Elon Musk Zakaz bersa bo'ladi. Eshitganman, buni aniq bilmayman, Yevropada qilishadi deb, qanaqadir joylarda. Yo'q. Netflixda aytgancha bitta juda ham qiziqarli kino bor. Aynan shu ya'ni genni tahrirlash haqida hozir dunyoda juda ham ko'p entuziastlar bor ekan, ya'ni o'zlari tibbiy mutaxassislarsiz o'zlari eksperiment qilib, ya'ni ommaga tarqalgan ma'lumotga asoslanib, o'zlari moddalarni ishlab chiqarib, o'zini ustidan eksperiment qilishyapti. Ya'ni bittasi o'zini aytaylik mushaklari yaxshiroq, tezroq o'sishi uchun qandaydir gen modifikatsiya jarayonidan o'tyapti ekan. Lekin albatta bu katta tavakkalchilik bo'lyapti, lekin bu juda ham tarqalgan holat ekan. Bu odamni o'ziga qilyapti, bolasiga emas o'ziga. O'zlari o'ziga. Balkim kimdir bolasiga qiladi. Hozir biz bilmaymiz, chunki boya Ulug'bek aytgandek, bu endi genom ma'lumoti hozir ommaga tarqalgan va ko'p kashfiyotlar ilmiy ishlar orqali jurnallarda va boshqa manbalarda tarqalib ketgan. Siz agar qandaydir kimyoviy va biologiya bilimiga ega bo'lsangiz, ko'p reaksiyalarni o'zingiz uyda, anaqa qandaydir laboratoriyada emas, o'zingizning uyingizda ishlab chiqarsangiz bo'ladi. Umuman CRISPR'da eksperimentini uyda qilish mumkin. Kichkina paketlarda sotadi, ozgina. O'zingizda tanangizga emas, bunday hujayralarda o'zgarish qilish paketlarini sotadi. Menimcha Sardor qo'llari hozir Google'ga cho'zilib ketdi. Qanday o'qish o'rganish uchun, xuddi nima deydi, maktabda eksperiment qilasizlar-yu, ximiyada, biologiyada
o'shanday ko'rish, o'rganish, tanishish mumkin. Sardor eksperimentlarini boshlaydi endi. Maslahat bermasdim o'zingizdan o'zingiz. Aha. Xullas, qarang, hozir biz menimcha CRISPR texnologiyasi haqida gapirdik. Keyingi katta mavzu bu sun'iy intellekt va qanday sun'iy intellekt bu jarayonlarga ta'sir qilishi. Yana bir nechta savollarim qolgan edi. Aytaylik, siz hozir mana shu boshqa loyihalar ustidan ishlayapsiz. Endi qaysidir loyihalar qandaydir maxfiy kelishmovchiliklar ostida bo'lsa, lekin umumiy qandaydir ma'lumotni bilsak zo'r bo'lardi. Bu lekin keyingi qandaydir epizodimizdami, chunki hozir biz belgilangan vaqtdan o'tib ketdik. Shuning uchun bu hamma mavzular hali ham qiziqarli bo'lib qolyapti. Birinchi vazifa oldimizda turgan bilimimizni kengaytirish. Qanaqa dorilarni, qanaqa o'zgartirishlar qilsak foyda beradi, qanaqalar zarar beradi, buni aniq tushunib yetish. To'g'rimi? Xohlagan joyda o'zgartirib tashlaverish mumkin, lekin buni natijasini bilmaymiz nima bo'lishini va AI bunga ozroq bo'lsa ham yordam beradi. Masalan, AlphaFold haqida ko'p gapirishadi, faqat strukturani aniqlaydi. Lekin u qanaqadir o'zgarish qilsa, siz butun tanangizda qanaqa o'zgarish bo'ladi, o'zingizni qanday his qilasiz? Muskulingiz katta bo'lishi mumkin, lekin butun umr depressiyada o'tadigan bo'lsangiz, u ham foyda bermaydi. Shuning uchun bunaqa sistema, butun sistemani biladigan model yo'q AIda. Bu birinchidan va mana bu kasallikdan oldini olish, inson organizmini tushunib yetsak, kasallikni oldini ola olamiz. Keyin rakni davolash. Hozir shunaqa kompaniyalar bor. Rakni davolasa, insoniyat butun umr yashashi mumkin. To'g'ri. Va rakni davolashni bu qarishni yosharish tomoniga qaytarish deb tushunishadi. Hozir genetikada shunaqa proyektlar bo'lyapti. Yoshni ushlab turish yo yosharish. Demak, hujayralarning qarishini oldiga ketmasdan orqaga qaytarish. Bu menimcha eng qiziqarli loyihalardan biri. Bu Brian Johnson qilayotgan narsami yo boshqami? Yo'q, boshqacha. Brian Johnson bu tabletkalar ichib o'zini ko'rsatyapti. Lekin bunaqa terapiyalar bo'lmayapti unda. Xo'sh, tabiatda shunaqa organizmlar bor, rak bo'lmaydi. Umuman, ularni o'rganish hozir juda ham muhim jarayon bo'layapti. Anchagina. Tabiatda shunaqa organizmlar bor, o'zidan o'zi qarib o'lmaydi. Aytaylik, toshbaqalar, ayrim toshbaqalar 200-300 yil yashaydi. Ularni bir-biri bilan urushib, yo boshqa hayvonlar yeb bo'ladi, bunday kuzatilgan vaqtda qarib o'lmagan. Ularni genini o'rganish va o'sha mavjud bo'lgan tizimlarni insonni tizimiga, insonni gen tizimiga kiritish bu eksperimentlardan biri bo'lishi mumkin. Bu yana uni qaradigan bo'lsak, buni asosiy bazaviy fan deymiz. Masalan, toshbaqa nima uchun uzoq yashashini tushunganimiz bilan tushunsakkina, qaysi genlari aynan bir-biriga qanday aloqa qilib, qanaqa vazifani bajaryapti ular. Xuddi siz Hasan, siz fabrika dedingiz-ku. Fabrikaning hamma qismi ishlaydi, bitta mahsulot ishlab chiqaradi, to'g'rimi? Hamma qismi bir-biriga bog'liq. O'shandagina insonda masalan qo'llab ko'rish mumkin. Agar tushunmasdan turib qilib bo'lmaydi. Demak, siz aytyapsiz, umumiy simulyatsiya kerak. Yo umumiy AI kerak, yo bo'lmasa model kerak, butun hamma biologik holatda to elementdan to organizmgacha model qila oladigan kerak, yo bo'lmasa kichkina modellar bo'lsa ham tushunib yetishimiz kerak hammasini, vazifasini. Bunda qorong'u joy qolmasligi kerak. To'g'ri. Menimcha kvant kompyuterlari bunda katta yordam kvant berishadi. Chunki u yerda computational power, ya'ni hisoblash qobiliyati juda ham yuqori bo'ladi. Yuzlab, balki minglab karra kuchliroq hozirgi kompyuterlarga qaraganda va bu simulyatsiya jarayon tezroq o'tishi mumkin. To'g'ri AI modellar bilan. Bo'lishi mumkin shunaqa. Va bunga bilasizmi, sun'iy intellektga o'rgatish kerak, to'g'rimi? Lekin unga o'rgatish uchun ham qanaqadir ba'ziviy bilim bo'lishimiz kerak o'zimizda. Biz undan yaratib qo'yib so'ra olmaymiz. Uni sekin-sekin o'rgatib boraveramiz. Keyingi qadamni qila oladi, to'g'rimi o'zi? Lekin o'sha keyingi qadamgacha hammasini o'rgatishingiz kerak unga. Aytmoqchi bo'lganim, olimlarning oldida ham, programmistlarning oldida ham qiladigan ishlar juda ko'p hali. To'g'ri. Demak, sizda ham ishingiz hali ko'p. Biz sizni boshqa ishdan qoldirishga xohishimiz yo'q.
Vaqtingiz uchun kattakon rahmat Ulug'bek. Menimcha yana bitta epizod qilsak bo'lardi, ya'ni qo'shimcha savollar bilan. Da. Menimcha bilasizmi nimani muhokama qilmoqchi edik? Aynan bu sohaga qanday kirish? Qiziqqanlar aytaylik, har xil yo'nalishlardan kirish yo'llarini, chunki bu hozir kengayib ketayotgan sanoat desa ham bo'ladi va bu yerda turli xil mutaxassislarga talab oshib ketyapti va shu haqda siz bilan ham suhbat olib bormoqchi edik. Bajonidil. Bo'ldi, kelishdik. Mayli, unda Yaxshi mavzu shu bo'ldi. shu qismda sekingina epizodimizni yakunlaymiz. Tinglovchilarimizga diqqatlari uchun kattakon rahmat. Ulug'bekka yana bir bor Sizga rahmat. rahmat. Kelgusida ko'rishamiz. Sog' bo'linglar. Rahmat, sog' bo'linglar. Obuna Ishtirok uchun bo'linglar. rahmat. Sizlar uchun harakat qilamiz. Fikrlar bilan ulashinglar albatta.